Marhum aktrisa Halima Ibragimovaning eri kimga uylanayotganligini ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Bundan ro'ppa-rosa 1 yil avval iste'dodli aktrisa Halima Ibragimova vafot etgan edi. Uning millionlab obunachilarga ega bo'lgan Instagram sahifasi ham izsiz yo'qoldi. Odamlar esa asta-sekin bu nomni tilga olmay bo'lishdi. Ammo 1 yil davomida yaqinlari uni bir lahza ham unutmagani shubhasiz. Quyidagi aktrisaning turli yillarda bergan intervyulari orqali uni xotirlaymiz. U qanday oilada tug'ilgan? Aktrisa Halima Ibragimova 1979-yili Ubaydulla va Munira Ibragimovalar oilasida 3-qiz farzand bo'lib dunyoga kelgan. Oilada o'g'il farzand bo'lmagani uchun 4 qizning bari uy ro'zg'or ishlariga usta qilib tarbiyalangan. Bolaligim juda ajoyib o'tgan. Rahmatli otamning mahalla kuyda hurmati baland edi. Ubaydulla akaning qiziman desam hamma tanidi. Chunki otam yuqori lavozimda ishlagan. Qo'lidan kelgan yordamini ayamaydigan saxiy inson bo'lgan. Onam esa 4 qizning tarbiyasi bilan band edi. Otam hamisha ko'nglimizga qarar, o'zimizdan chiqqanini muhayyo qilardi. Onam esa aksincha, nihoyatda qattiqqo'l va hamma qizidan uy ishlarini qilishni talab qiladigan ayol edi. Otam kechasi ko'chada yurishimizni istamasdi. Soat 6 dan keyin hech kim ko'chaga chiqmasdi. Bolaligimda san'atga umuman qiziqish bo'lmagan. Prokuror bo'laman deb niyat qilardim. Shu sabab 3 marta huquqshunoslik kollejiga ham o'qishga topshirganman. Ammo qabul qilishmagan degandi aktrisa. Ubaydulla Ibragimov dastlabki qurilishda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Undan keyin uzoq yillar yetdi. Avtokorxonaga bosh muhandis lavozimida faoliyat yuritgan. Otam qo'limda jon bergan. Aktrisa otasining o'limi bilan bog'liq voqealarni quyidagicha eslaydi. Otam rahmatli 16 yoshimda yurak xurujidan vafot etgan. O'shanda otam endigina 42 yoshni qarshilagandi. Otam yaxshi pul topadigan inson bo'lgan, ammo topganini jamg'armay qo'ymay, odamlarga yordam berishni yaxshi ko'rardi. Zinadan yiqilib tushgandi haqida xabar keldi. Keyin bilsak, o'shanda birinchi infarktni boshdan kechirgan ekan. Oradan ko'p vaqt o'tmay yana tavba qochdi. Kasalxonaga birga bo'lganman. Otam qo'limda jon bergan degandi aktrisa. Otam davrida oilamiz moliyaviy jihatdan umuman qiynalmagan. Katta yeb, katta ichishga o'rganib qolganmiz uchun otamning vafotidan keyin ishlashimga to'g'ri kelgan. Dadamning tanishlari bozorga ishga joylashtirishdi. U yerda hisobchilikni o'rgandim. Muhtojchilikdan uydagi mebellarni sotganmiz. Halimaning moddiy imkoniyatlari keng bo'lgani, u qimmatbaho avtomobil boshqargani-yu, dang'illama uyda yashagani hech kimga sir emas. Ammo aktrisa boy oilada tug'ilmaganda, u moddiy qiyinchilikni boshdan kechirgan kunlarni quyidagicha eslardi. Men turmushga chiqmadim. Baxtim ochilmadi. Singillarimga xaridor kelib, uni turmushga bergandik. Ammo otamning o'limidan ko'p o'tmay singlim bir bolasi bilan uyimizga qaytib keldi. 3 ayol uydamiz. Yosh bolaning ham o'ziga yarasha xarxashalari bor. O'ylab oxiri qora bozorda tirikchilik qilishga majbur bo'ldim. Chunki vaziyat juda darajada yetgandan ro'zg'or uchun uydagi texnika yoki mebellarni sotishni boshlagandik. Sarmoyaga kiritilayotgan mablag'im bo'lmagani uchun boshqalarga ishchi edim, ya'ni kunlik ishim uchun haq olardim. Undan keyin 7 yil mobaynida Farhod bozorida ishlaganman. Bozor meni tarbiyalab, hayot maktabini o'rgatgan desam ham bo'ladi. Avval film bunday emasdi. Aktrisa asabiy bo'lib qolishga atrofdagilar sababchi bo'lgani haqida ham aytgandi. Ba'zan asabiylashib og'ir gapirib yuborishimni bilaman. Men ham onamning qornidan shunday tug'ilmaganman. O'zgarishimga odamlarning o'zi sababchi bo'lgan. Bozorda haqqimda talab qilib, baqir-chaqir qilsam, non topolmasligimni tushunganimdan keyin o'zgarganman.
Bozor katta maydon, unda faqat kuchlilar non topadi. Ishlashni boshlaganimdan keyin oilamizning moliyaviy ahvoli ancha yaxshilagandi. Ammo 6 yildan keyin onam ham yurak xuruji bilan kasalxonaga vafot etgan. Onamdan 22 yoshimda yetim qolganman. O'ylab qarasam, bolaligimda pishir kuydirga qiziqqanimdan uydan ko'chaga chiqishni istamaydigan qiz bo'lganman. 1 yildan keyin 8 yillarda bir yiqilarkansiz, 2 yiqilarkansiz, keyinchalik o'zingizning tutib harakat qilishga majbur bo'larkansiz. Odamlarga ko'p bo'ladi deb tavoze qilsangiz yanchib o'tib ketisharkan. Shukrullo Isroilov to'yda ko'rib qo'ng'iroq qilgan. Bolalikdan san'atga qiziqganman va oilasi ijoddan butunlay yiroq bo'lgan Halima Ibragimova nega 21 yoshida bu sohaga mehr qo'ygan? San'atkor bo'lishimda Shukrullo Isroilovning o'rni katta. Shu boisdan ham u insonni ustozim deb bilaman. Bir kuni to'yga borganimiz, xizmatda Shukrullo aka kelgan. Qizlar bilan hazil-huzul qilib raqsga tushganman. Harakatlarimni Shukrullo Isroilov kuzatib o'tirgan ekan. O'shanda gala konsertga tayyorgarlik ko'rishayotgan bo'lgan. Xullas, to'yning egasi qo'ng'iroq qilib mening raqamimni olgan. Konsertga chiqsamda deganda qo'ng'iroqman. Qo'rqqanman, ammo o'sha paytda ruhiy holatimda nimadir o'zgarishim kerak edi. Rozi bo'lganman. Eng qizig'i, tomoshamiz barchaga manzur bo'lgan. Ana shundan keyin institutga hujjat topshirganman va drama aktyorligi bo'limida tahlil olganman. Turmushga chiqish ko'nglimga sig'magan. Aktrisa onasining og'ir betobligi sabab turmushga chiqolmagani va bir marta sovchi kutgani haqida kulib eslardim. Yashirmayman, bir marta 22 yoshimda sovchi kelgan, ammo rad javobini berganman. Chunki u paytda turmushga chiqish haqida o'ylab ham ko'rolmasdim. Onam og'ir kasal, singlim bilan navbatma-navbat uxlamay onamning oldida o'tirardik. Shu sabab oila qurish xayolimga ham kelmagan. Ota-onamning o'limidan keyin siqilib qolganman. Atrofimdagi insonlarning bari yigitlar edi, chunki bolalikdan qizlar bilan chiqisholmasdim. Ular ham diskotekalarga borardim. Sochlarimni ham ulardek kestirib yurardim. 28 yoshimda esa menga oila qurish taklifini berishdi. Avvalgi ustimdan kulyapti deb o'yladim. O'zimdan 7 yosh kichik yigitga turmushga chiqqanman. Aktrisa nega o'zidan 7 yosh kichik yigit bilan oila qurgani va to'ydan avvalgi shartnomalar haqida quyidagilarni gapirib berdi. Turmush o'rtog'im katta opamning qo'shnisi bo'lgan. O'g'il to'y qilamiz deb uni ta'minlayotganimizda pochcham hasharga olib kelgan. Avvaliga pochcham seni uylanmoqchi deganda ustimdan kulyapsiz, hali yosh bola-ku deganman. Chunki u paytda men 28 yoshda, turmush o'rtog'im esa 21 yoshda bo'lgan. Keyin qaynonam sovchilikka kelgan. Baribir oila qurib farzandli bo'lishning kerak deyishgandan keyin oila qurganman. Halima eri bilan 10 yil shartnoma tuzgan. Puliga uylangan degan gap so'zlar mutlaqo asossiz. Bu insonni boshimga musibat tushganida ham sinaganman. Oldimdan do'stlarim qolmaganda u inson qo'llab-quvvatlagan. Turmush o'rtog'imdan sabrni o'rgandim. Aktrisa o'zini turmushga bergani va uning fe'l-atvori qaynona va qaynotasi qanday qabul qilishga haqida so'zlab bergandi. 28 yoshimda o'zimni o'zgartirishim qiyin edi. Shu bois turmush o'rtog'imga borincha qabul qilishingizni deganman. Soxtalikni yomon ko'raman. Atrofdagilarning ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rinolmayman. Turmush o'rtog'im sizlay olmaganman. Qaynonamga ham ertalab vaqtida turolmasligimni avvaldan aytganman. Hatto qaynonam rahmatli sizni oyijon deyolmayman deganimda ham esimda. Turmush o'rtog'im og'ir bosiq, fe'l-atvorimiz bir-birimizdan keskin farq qilardi. Undan sabrni o'rgandim. Qizim asrab olmaganman. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa qizini asrab olgani haqida mish-mishlar tarqalgandi. 2 farzandimni ham o'zim dunyoga keltirganman. Bundan faqat shukrona keltiraman. Ammo haqiqatan ham qiz farzand asrab olmoqchi bo'lganman. Uzoqroq tanishlarimiz 5-farzandga homilador bo'lgan eri esa
qaynardi jinoyati sabab qamalib qolgan ayol 5 ta bola bilan ijara uyda yashardi. Xullas, u bolani kimgadir berib ishlash niyati borligini eshitib yordam qilmoqchi bo'lganman. Ayol ham erkak ham bolani berishga rozi bo'lgan. Bolani uyimga olib kelib, unga alohida xona tayyorlaganman. Enaga yollaganman. Mehrim tushib qolgan. Uni haqiqatdan ham bolamdek qabul qilganman, ammo hamma hujjatlar tayyor bo'lganida er-xotin aynib qolishgan. O'ylab qarasam, ularning avvaldan bolasi berish niyati bo'lmagan, shunchaki biroz dam olmoqchi bo'lgan. O'limim haqida eshitganda aktrisa jinoiy javobgarlikka tortilgani, ozodlikdan mahrum etilgan va vafot etgani haqida xabarlar 2013-yilda yashin tezlikda tarqalgan. Aktrisa o'sha yili boshiga qanday musibat tushganini quyidagicha izohlagandi. Oilaviy tadbirkorlik bilan ham shug'ullanamiz. Opa-singillarim faoliyati pul ayirboshlash bilan bog'liq bo'lgan. Xullas, ular reydga tushib qolgan va hammani tergovga olib ketishgan. Bu xabarni eshitganimdan qo'rqib ketganman. Bolalarimni olib yashirishga majbur bo'lganman. Men ota uyimga yashayman. Opalarim ham shu uyda ro'yxatga turishardi. Shu bois uyimizga tintuvchilar bo'lgan. O'sha paytlar kimdir do'st ekanligini bilib olganmiz. Chunki ko'pchilik o'zimizdan istalgan, xuddiki biz bilan aloqa qilsa boshiga bir kulfat tushadigandek tutgan. Eng yomoni, mening o'lganim haqidagi xabarni opa-singillarim eshitganda shok holatiga tushishgan. Oilamizda ayblanganlar bo'ldi, ammo men sudlanganim yo'q. Opa-singlim oilasi bag'iga qaytguncha 11 ta bolalarga qaraganman. Bolalarning qachon qaytishi, ertaga kelishadimi degan savollari dilimni xun qilardi. Tug'ilganimdan beri shu qomat bilan yashayman. Aktrisa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilar bilan ko'p nizoga borishi va buning uchun bir necha marta jazolangani haqida aytib o'tgan. Men ham odamman, menga ham ko'ngil bor. Ijtimoiy tarmoqlarga semiz deb shunchaki haqoratlar so'zni yashirishdiki, chidab bo'lmaydi. Go'yoki men qomatimning qandayligini bilmayman, u menga gapirib beryapti. Tug'ilganimdan beri shu qomat bilan yashayman. Bizning oilada ozg'in insonning o'zi bo'lmagan. Keyin turmush o'rtog'im va bolalarimni haqoratlab yozishlariga chidolmayman. Mard bo'lsa yuzimga gapirsin. Nimagadir jahlim chiqsa chidab turolmayman. Konsert paytida Avaz Oxunga, Botirxon Imomxo'jayevga va Ma'mur Xolmedovga musht tushirganman. Ahad Qayumning yegan kaltagi esa hammaga ma'lum to'g'risi. Ma'murni urganimga afsuslanaman. Chunki yuziga shirin qolib ketganda. Aktrisa operatsiya sabab vafot etdi. O'zbekiston xalq aktrisasi Yulduz Usmonova Instagramdagi sahifasida jonli efirda chiqib, komik aktrisa Halima Ibragimovaning o'limi sababini haqida gapirdi. Unda grijasi, umurtqa pog'onasi, churrasi bor edi. Yo grijasini oldirib kerak edi yoki tana vaznini yengillashtirish kerak edi. Shuning uchun oshqozonini kestirish amaliyotini qildirdi. Menga ham bildirmay, yo'q bo'lib qoldi. Xavotirlanib qo'ng'iroq qildim. Opa, operatsiya qildirgandim. Joyi yiringlab ketibdi dedi. Operatsiya boshqatdan qilingani, teri yetmay qolgan. 20-50 joyi ochiq turgan o'sha joy yiringlagan. U ham bir ham emas, umri shu joygacha ekan. Biz shunday bo'lishini bir hafta oldin bilgandik, tayyor bo'lib turgandik. Bugun o'sha joyi tikilishi kerak edi. Kamida qondagi qand miqdori ham 30 ga ko'tarilib ketibdi. Qon bosimi ham juda baland edi. Ustiga ustak donor ham topilmagan deydi Yulduz Usmonova. Bir komaga tushib qaytib chiqqandim. Shuningdek, Halima Ibragimova Yulduz Usmonovadan umra safariga olib borishni so'ragani, oxirgi paytda 5 vaqt namoz o'qigani haqida ham gapirib berdi. Yoshligidan shafqatsiz odamlar voyaga yetdi. U ota-onasidan erta yetim qolgan edi. Chumchuq qush shikastlab qalb. Sohibasi ta'sirchan tezda yig'lab yuboradigan qiz edi. Namozga egilib qolganda, umralarni niyat qilganda, birinchi operatsiya qilgandan ham bir komaga tushdi, qaytib chiqqanda. O'shanda reanimatsiyada yotganda, reanimatsiyadagi 3 kishi yotdik.
O'shanda yotganimda bitta katta odam keldi. U meni olib ketgani keldi deb o'yladim. Ertalab yonimda yotgan ayol vafot etganini eshitdim deb yig'lab aytib berganda, xullas o'limi yaqinlashganini ko'ngli sezgan ayon bo'lgan. Ertadan keyin safarga ketaman, o'sha ham umra badal qilaman, deydi Yulduz Usmonova. Qariganimda nabira boqishni istayman. Halima Ibragimova yetimlik, ulg'ayib juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. U intervyularda farzandlari qabristonga kuyib olib borishi, o'lim haqligini his qilishi haqida gapirganda, o'lim haq, har birimiz bir kun dunyoga tark etamiz, faqat Yaratgandan erta jonimni olma deb so'rayman. Qariganimda nabiralar boqishni, ularga mehr berishni istayman degani marhuma so'nggi intervyusida, deyiladi xabarda. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga doimo eng so'nggilarni namoyish etamiz.